Shoir haq onalar misli malakdir. Onam yuragini naqshi bo'laman. Bitta qizchasini ko'tarigan bilak, dadamni qo'llarini yaxshi ko'raman. Gar menga dard kelsa, onam yonimda. Mendan ko'p og'rinar buni bilaman. Ko'z yoshini berkitib mag'rur turadi, aldoqchi dadamni yaxshi ko'raman. Ona qizim deyishar xalqimiz qizni. Ota qizi menman, faxrlanaman. Dadajon asrasin Allohim sizni, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baxtiyor aka bilan bog'landikmi? Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi sizni? Yo'q. Rahmat, kattakon. O'zimni tanishtiraman. Men Qalbim teleradio kanali boshlovchisi Sarvinoz bo'laman. Ayni damda siz jonli efirdasiz. Sizni radiodan bezovta qilyapmiz. Sog' bo'ling. Avvalambor sizni bugungi chiroyli kundan foydalanib tavallud ayyomingiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklayman. Umringiz uzoq va mazmunli bo'lsin ilohim. Salomat bo'ling. Akajon, sizni tabriklash maqsadida loyihamizga mehriboningiz, jannat kuningiz, qizingiz Umidaxon opamiz tilaklar bildiribdi. Ushbu tilaklarga qo'shimcha tabriklovchilar mehriboningiz, otajoningiz Abdurashid Hoji bobo, ayolingiz Gulzebo opamiz, o'g'illaringiz Ozodbek, G'iyosbek va jajji nabirangiz Samiya, kuyovingiz Ilhom aka sizni tabriklab, chiroyli tilaklarni yo'llashibdi loyihamizga. Ijozatingiz bilan ulardan kelgan tilaklarni sizga o'qib eshittirsam maylimi? Rahmat, minnatdormiz. Assalomu alaykum mehribonim, dadajonim, davlatim. Alloh bergan ne'matim o'zimni. Bugun ajoyib kun. Bugun sizdek insonni Allohim bizga ne'mat qilib bergan kuni, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin deymiz. Ushbu kundan foydalanib sizga qalbimdagi go'zal tilaklarni izhor etmoqchiman. Dadajonim, baxtimga sog' salomat bo'ling. O'ylagan barcha niyatlaringizni ro'yobini ko'ring. Kirib kelayotgan yoshingiz, kirib kelayotgan yangi yil har doim sizga ushalmagan orzularingiz ro'yobi bo'lsin. Yaxshi kunlarni ko'ring. Farzand va nabiralar baxtidan sarmast bo'lib, onajonimiz bilan o'sha qari birgalikda haj safarlariga borishni Alloh nasib etsin. Siz biz uchun nafaqat dada, bu hayot yo'lida ustoz, suyangan tog'imiz, ishongan insonimizsiz. Bizni hech kimdan kam qilmay o'stirdingiz, tarbiya berdingiz va mana shu darajalarga yetishimiz uchun ortimizdan turib duo qilgan. Mana shunday insonim borligidan va sizni farzandingiz ekanligimdan juda ham faxrlanaman. Umringiz uzoq bo'lsin. Ko'rganingiz to'yu tomoshalar, rohat, farog'at bo'lsin. Hech qachon erkak boshingiz egilmasin. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bu tilaklarni kam bo'lsa-da ko'p o'rnida qabul qilishingizni chin dildan so'rab qolaman deya mehriboningiz, qizingiz tilaklariga yakun yasabdilar. Suhbatimiz esdalik uchun yozib olinmoqda. Ularga duolaringiz, dil-izhorlaringiz bo'lsa marhamat aytib o'tishingiz mumkin. Ular ham bizlarni bir necha daqiqalardan so'ng tinglashga muvaffaq bo'ladilar. Rahmat kattakon. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Navbatni ajoyib qo'shiqqa beramiz. Sog' salomat bo'ling.